Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sizlar bilan Navid Kasaviy Safonatim Jahongirjonman. Bu endi ikkinchi reysimiz. Xudo xolasa bugun 29-dekabr 2025-yil ikkinchi reysimizda Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha registratsiyamiz boshlangan. Xo'sh, bugungi reyslar Toshkentda Sankt-Peterburg Samarqand 3:9:20 da uchib ketadigan havo yo'llari 9 kishi keladi. 9 kishi keladi. Dastlabki qilib odamlar joylashtirib yubordi. Boshqa odamlardan 3-4ta sirojga bilet kerak deb so'raganlar o'tadi. O'shaning uchun bilet oldingizmi, vaqtida keling, vaqtida uchib ketishga harakat qiling. 3 ta reys bor. Keyin Sankt-Peterburg Samarqand qanot reyslarimiz bor. Bugun dushanba kuniga Fergana yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlar. Xudolas xizmatlarimiz sirojga deb so'ragan yo'lovchilarimiz uchun biletlar bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xodimlari xizmatlarimiz qo'ldan kelgancha.